do'stlar, inomarka mashina. Bu yoqqadi, bu yoqqari rechagi barda joylashgan do'stlar. Sizlar bilan bir narsani bo'lishkim keldi do'stlar. Yaxshi niyatlar ila, yaxshi istaklar ila, harakatlar ila, mehnatlar ila senga erishdim deydi-yu. Men niyat qilgandim, istak qilgandim, tilak qilgandim, harakat qildim, ishladim tunu kun. Orzuyimga erishaman deb, inomarka mashina olaman deb niyat qilgandim. Niyatimga erishdim do'stlar. Tabriklasanglar bo'ladi. Yana bir narsa do'stlar, mana shu videoga like bosib, kommentariyasiga tabriklaymiz aka deb yozib ketinglar. Xursand bo'laman. Mashinamda hozir sizlarga tashqi tomonini ko'rsataman. Juda ham zo'r mashina, juda ham qimmat. Mana erishdim do'stlar, hozir sizlarga tashqarisini ko'rsataman. Mana do'stlar, Yandeksdan taksi parkdan 12 soatga arendaga oldim. Zo'r mashina ekan, mazza qilib aytyapman.